Hammaga annyeong. Malayziyaning mevalari, ayniqsa ekzotik mevalarni yeb, baho beramiz. Boshladik. Tarvuz oldim. Mango qovunchasi, ajdar mevasi, xom ajdarmi? Men meva nimaligini tushunmadim. So'l qilinadigan papaya, blueberry. Birinchi o'chirda qulupnaydan boshlagan bo'lardim. Qulupnaylar katta ekan. Vashshi bo'lmabdi. Pass. Keyingisi mango bo'la qolsin. Men hayotim davomida yegan eng shirin mango, 10 dan 10 baho. Bizi ajdarho. Yomon emas. Shunaqa takoy ko'rinishiga mazasi jam mos kelmaydi-yu, har holda plastik qulupnaydan ko'ra yaxshiroq. 10 dan 5 baho. Buni to'g'risini men qanaqa ochish kerakligini ham bilmayman. Men buni mevaligiga shubham bor. 10 dan просто 1 baho. Keyingisi papaya. Pishgan muzdek qovoqqa o'xshaydi. 10 dan 4 baho. Endi Malayziyaning qovunchasini yeb ko'ramiz. Pishmabdi bu hali. 10 dan 2 baho. Opa, keyingisi tarvuz gali. Betonkani yo'lda ketayotganingizda kamazchi sotayotgan qip-qizil yaxshi chiqdi tarvuz deymiz-ku, xuddi o'sha tarvuz, undan 10 baho gap yo'q. Oxirida blueberry yeb ko'ramiz. Endi blueberry ham bemaza bo'lsa, men bilmadim. Malayziyaga boshqa qaytib kelmasam kerak. No da, normalno. Hamma joydagi blueberry, Gazinkadagi, yoki Malayziyadagi. Bugun sizlar bilan Malayziyaning mevalari hamda ekzotik mevalarni yeb ko'rdik. Bu mamlakat issiq va nam bo'lganligi sababli ovqat o'rniga mevani yeb qoningiz to'yg'izib ketsangiz bo'lar ekan. Menga tarvuz juda ham yoqdi. Ajdar mevasi ham yomon emas, O'zbekistonnikidan shirinroq, Tailandnikidan nimagadir shirinroq. Yana mango. Mango juda ham yoqdi. Ovotganingiz albatta pishib yetilganini oling. Qolgan mevalarga javob bera olmayman, balki kimdir ta'miga o'tirar, lekin O'zbekiston mevalariga solishtiradigan bo'lsak, yo'q, unaqa emas. Annyeong.